Nostalgiyaga bir sho'ng'isak bo'lsa kerak. Jumong seriali menimcha barchamizning yoshligimizni o'tkazgan va sevimli qahramonimiz bo'lgan. Keling, bugun shu serial haqida gaplashamiz. Imkon qadar serial ortida bo'lgan voqealardan video qilishga harakat qildim. Videosiga manzur keladi degan umiddaman. Yaxshiroq o'rnashib oling va pista qandlarni olib keling. Jumong seriali boshlanmoqda. Agarda siz YouTube'da faqatgina shorts ko'rish uchun vaqt o'tkazsangiz, Sambo.uz aynan siz uchun qiziqarli shortslar va editlar yaratib beradilar. Kanalga o'tib, Kinomio kanalidan salom yo'llashni unutmang. Jumong seriali odatiy tarixiy drama emas, balki Koreya televideniyasi tarixidagi eng katta va eng mashaqqatli loyihalardan biridir. Serial 2006-2007 yillarda MBC telekanali tomonidan suratga olingan bo'lib, uning yaratilishidan tortib efirga chiqishigacha bo'lgan jarayon o'ta murakkab va og'ir kechgan. Ushbu serialning asosiy g'oyasi Koreya xalqining eng qadimgi va eng qudratli davlatlardan biri bo'lgan Goguryeo tarixini zamonaviy tomoshabinga qayta tanishtirish edi. Chunki 2000-yillarga kelib, Koreyada yosh avlod orasida qadimgi tarixga qiziqish keskin kamaygan. Goguryeo esa deyarli faqatgina darsliklarda qolib ketgan edi. Shu sabab Jumong milliy darajadagi loyiha sifatida ishlab chiqiladi. Ko'pchilik muxlislar serialni to'qima mahsulot deyshadi, lekin serialning syujeti to'liq uydirma emas. U asosan qadimgi koreys tarixining yozma manbalari Samguk-sagi va Samguk-yusaga tayangan. Bu asosan Goguryoning asoschisi bo'lgan Jumon haqida gapiradi. Tarixiy manbalarda Jumong mo'jizaviy kamonchi sifatida emas, balki siyosiy va harbiy strateg sifatida tilga olinadi. Ammo serial ijodkorlari quruq tarixiy faktlar bilan cheklanib qolishni istamagan. Ular tarixni afsona, mifologiya va dramatik san'at bilan uyg'unlashtirib, tomoshabinning qalbiga yetib boradigan obraz yaratishga harakat qilishgan. Shu sabab serialda Jumongning tug'ilishi osmon nuri, ilohiy belgi va bashoratlar bilan bog'lanib ko'rsatilgan. Bu esa qadimgi koreys shamanizmi va mifologiyasiga xos bo'lgan tasvirlar hisoblanadi. Serial boshida Jumong juda ojiz, masxara qilinadigan, hech kim jiddiy qabul qilinmaydigan yigit sifatida tasvirlanadi. Bu ataylab qilingan uslubiy yechim edi, chunki ijodkorlar tomoshabin bilan birga o'sadigan qahramon yaratmoqchi bo'lishgan. Jumong kuchli bo'lib tug'ilmaydi, u kuchli bo'lib shakllanadi. Aynan shu sabab serial tomoshabinni ruhiy jihatdan juda ham yaqin bo'lib ketgan. Jumongning har bir mag'lubiyati, har bir yo'qotishi uni biroz bo'lsa-da yetuklikka olib boradi. Jumong rolini ijro etgan aktyorning tanlab olinishi ham juda uzoq va murakkab jarayon bo'lgan. Bu rol uchun o'nlab mashhur va tajribali aktyorlar sinovdan o'tgan, biroq rejissyor ulardan hech birini to'liq mos deb o'ylamagan. Son Gil-guk tanlanganining asosiy sababi uning tashqi kuchi emas, balki ko'zdagi ichki iztirob va vazminlik bo'lgan. Qizig'i shundaki, u suratga olishdan oldin kamon otishni ham, ot minishni ham deyarli bilmagan, lekin u o'ta intizomli bo'lganligi sabab bir necha oy davomida har kuni jismoniy va ruhiy tayyorgarliklardan o'tgan. Kamon mashqlari vaqtida uning qo'lidan bir necha bor shikastlangan, mushaklari yirtilgan, sovuq ob-havo sababli sog'lig'i yomonlashgan holatlar bo'lgan. Shunga qaramay u ko'plab sahnalarda dublyorsiz o'zi ijro etgan. Sasyona rolini ijro etgan Han Hye-jin uchun ham bu serial juda og'ir sinov bo'lgan. Sasyona oddiy romantik qahramon emas edi. U dunyo, siyosiy, fikrlay oladigan, kelajakni ko'ra oladigan va zarur bo'lsa shaxsiy baxtidan voz kechadigan ayol sifatida yozilgan. Han Hye-jin ko'plab sahnalarda 15-20 kilogramgacha yetadigan tarixiy kiyimlarda yurishga majbur bo'lgan. Uzoq yurishlar, sovuq havoda suratga olish va uzluksiz ish jadvali uni jismonan ham, ruhan ham charchatgan. Ba'zan sahnalarda u charchoqdan ko'zdan yosh to'kkan, ammo bu holatda kadrlar qoldirilgan, obraz yanada ta'sirli chiqishiga xizmat qilgan. Suratga olish jarayoni texnik jihatdan ham juda murakkab bo'lgan. Serialda kompyuter grafikasi minimal darajada foydalanilgan. Tog'lar, qor, yomg'ir va jang maydonlari asosan haqiqiy sharoitda suratga olingan. Bu esa aktyorlar uchun juda katta xavf va jismoniy zo'riqish degani edi. Ot bilan bog'liq sahnalar esa eng xavflisi bo'lib, ba'zi aktyorlar jiddiy jarohat bilan kasalxonaga tushgan holatlar ham bo'lgan. Jang sahnalarida ba'zi bir necha hafta davomida suratga olingan. Aktyorlar deyarli uyqusiz ishlagan. Serial dastlab 60 qism deb rejalashtirilgan edi, ammo reytingning kutilmagan darajada yuqori bo'lganligi sabab u 81 qismga uzaytirilgan. Shu sabab oxirgi qismlar juda ham tez suratga olingan. Aktyorlar va ijodiy jamoa haddan tashqari charchagan bo'lsa ham, serial yakuni imkon qadar kuchli qilishga harakat qilishgan. Yakuniy sahnalarda musiqa kam ishlatilishi, uzoq va sokin kadrlarning ko'payishi Jumongning ichki yolg'izligi va hukmdorlikning og'ir yukini ifodalash uchun xizmat qilgan. Jumong efirga chiqqach, Koreyada haqiqiy madaniy
shaytoniy hodisaga aylanadi. Serial vaqtida ko'chalar bo'shab qolgan, oxirgi qism reytingi 50% dan ham yuqori bo'lgan, Goguryeo tarixiga bo'lgan qiziqish keskin ortgan, maktab darsliklarida bu davrga ko'proq e'tibor qaratila boshlagan. Serial O'zbekistonda ham juda katta muhabbat qozondi va Jumong obrazi ko'plab tomoshabinlar uchun sabr, iroda va taslim bo'lmaslik ramzini aylantirdi. Oxir-oqibat Jumong shuni isbotladi. U mukammal qahramon emas edi, balki og'riq, yo'qotish va sabr orqali buyuklikka erishgan inson haqida hikoya qiladi. Shu sabab ham u yillar davomida ham unutilmaydi. Keling endi serial haqida o'zimning ham qisqacha fikrlarimni aytib o'tsam. Serial yoshlikni unutilmas darajada jozibali qilgan. Ko'pchilik yoshlikda yog'och otlar yasab o'ynashiga sabab bo'lgan. Xo'sh, sizga serialdan qaysi personaj ko'proq yoqqan? Albatta fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Menga serialdan eng yoqqan obraz Yonpo. Ha, bu gaplar sizga hayron qoldirishi mumkin, lekin menga Yonpo obrazi juda ham yoqqan. Taxtga o'ta mukkasidan ketgan inson emas, ammo davlatni va xalqni ham o'ylaydigan darajada aqlli emas. O'zi hayotini yaxshi bo'lsa bo'lgani, uning komedik ijrosi menga juda ham yoqqan. Yana bir savol, sizningcha qaysi juftlik bir-biriga mos edi? Sasyona va Jumong yoki Yesoya va Jumong? Shaxsan menga Yesoya va Jumong eng mos juftlik deb o'ylayman. To'g'ri, Sasyona Jumong uchun ko'p narsadan voz kechdi, ammo Yesoya butun qabilasi, oilasidan ayrildi. Saroyda qattiq xo'rlanishlarga chidadi. Oxirgi qismda Jumongni oldiga borishga va yaxshi hayot kechirishga imkoni bo'la turib, Jumongni Sasyona bilan birga bo'lishiga imkon yaratib berdi. Hattoki o'g'li otasi qirol Jumong ekanligini bilgandan keyin ham Yesoya bo'lak xanjarni topmaguncha Jumong bilan uchrashishga ruxsat bermaydi. Oxirgi qismda saroydan bosh olib ketishni xohlaydi, ammo Sasyona Jumongni birinchi ayoli bilan qolishini xohlaydi va o'zi saroyni tark etadi. Xullas, serial men uchun nostalgiya va yoshlik yillarimni xotirasi hisoblanadi. Agar siz ham Jumong serialini yoqtirsangiz, videoga like bosib qo'yishni unutmang. Jumong serialdan qiziqarli iboralar yozib ketishni unutmang. Siz bilan bugun Jumong serial haqida gaplashdik. Yana yangi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.